soch yo'q, kiprik yo'q, ishtama yo'q. Ha, короче, ancha bo'lgan-ku. Anaqa bilmayman bu. O'zim o'rganolmayman. Lekin o'rtog'im yarashibdi-da. Kasal odamlarga o'xshab qolgan qaraganda. Mana bu tirik, bu topildi bu. To'rt muchchasi sog', soppa-sog' topildi. Xudo xolasa giblaringiz qachon davom ettirasiz? Profili blok bo'lib qolgan. Ana kun menga ham 3-4tasi yozibdi. To'g'ri, men reklama qilmaganman, lekin yonimda ko'rib yozishdi. Profili ochilsa o'tkazib beradi garantini. Biz hozir ofisga ketyapmiz. Ofisim ancha bitib qolibdi. O'rtog'imga maqtangan olib ketyapman. Baribir ertalab 8:30da operatsiyam, hali operatsiyaga kirmadim. Rahmat duo qilganlarga. Keyin Singapur qildiraman desa, ip deb tushunibdi ko'pchilik. Nit emas, anaqa xirurgический Singapur emish, shunaqa deylar ekan. Xullas, kimni qildirganimni erta aytaman. Assalomu alaykum qizlar, tuzimizlar yaxshi dam oldinglarmi? Ancha bo'ldi ertalab 7larda uyg'onmaganimga. Hozir o'rtog'im kelyapti. Mana shu o'rtog'im har doim meni raddomga ham olib boradi. Ikkita bolamni olib boruvmidingiz? Endi hozir qalis tuzumisiz? После operatsiya mashina hayda olmaymanmi, yo'qmi dedimda. Kofe bilan yuring. Ha, o'zi shunaqa. Mashina hayda olmaymanmi, yo'qmi deb chaqirdim. Ochki olib olgan o'zingiz bilan dedilar doktor. Mana. Bekor qildira olmayman. Qo'rqaman. Qizim. Chiqqandan keyin gaplashamiz. Qizlar, erim uxlayaptilar, uyg'otmadim atilabdan. Kecha uyg'otgan, turg'izgan, birga boraman dedilar. O'rtog'imni chaqirdim, hozir eri bo'lsa doktor o'g'irjat qilib keladi. Qarang lekin, nima bo'lsa qarang dedi. Doktor ham kelib pulimni qaytarib beradi. 2-3 marta shunaqa holat bo'lgan o'shancha. Erimni olib bormay qo'ya qoling, yana necha yil yuraman shunaqa dedimda. O'rtog'im bilan sekin ketyapmiz. Endi общий narkoz emas ekan, mana shu o'zini anesteziya qilishar ekan. Местный qo'rqaman, undan ko'ra общий narkoz qilgani yaxshi. Uxlab tursam xullas 2 soatda klinikadan chiqarib yuborishar ekan. Bilmadim, endi undan keyin настроением holatim qanaqa bo'ladi. Stories ola olmasam, bugun storiesga chiqa olmasam, kuningiz yaxshi o'tsin, sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlar eson-omon kirib chiqing deb duo qildinglarmi? Yo'q, qildirmasinglar deb duo qildinglarmi? Chuchvar aytmay uyga ketyapman. Ketdi. Shunaqasi ham bo'lib turar ekan. Siz necha yillik orzuyim dedim. Yuring. Yana bir marta assalomu alaykum hammaga. Voy, operatsiyadan chiqdim. Ovqatlanishga ketyapmiz. O'rtog'im bilan qornim ochib ketdi. Вообще. Nima demoqchi edim? Yaxshi ko'zim ko'z tegmasa. Men qo'rqadigan darajada vahimali narsa emas ekan. Keyin kecha yoshdi, kimga qildiryapsiz deb. O'zi to'g'risi aytsam ham aytmasam ham plus minus yo'q, chunki pulimga qildirdim. Qildirgan doktoringizdan bizga ham skidka olib bering deb yozganlar bor. To'g'risini aytaman, unaqa narsa men qo'limdan kelmaydi. Menimcha kelsanglar o'zlari ham skidka qilib bersalar kerak. Endi sharoitni tushuntirsanglar. Shuning uchun men reklamaga, boshqaga bo'lmagani uchun odamgarchiliklari borligi uchun atmetga qilib qo'ydim. Baribir so'raysizlar, sizlar uchun aytdim.